Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz obunachilarim. Keyingi zakazlarimiz 8 ta eshik, 2 ta romimiz va Toshkent viloyatiga olib keldik. Ko'rib turganinglardek bular mokri as. Qolmadi. Haqiqiy mokri bo'lganda ham shunaqa chiroyli. Ko'rib turganingiz mokrida hayte pasonda 8 ta eshik, 2 ta rom. Romimizni 10 ta jicha bo'y baland ekan. Baland holatda o'rnatib beringlar, baland holatda o'rnatdik. Bu yerda eshiklarimiz yana 3 ta eshik pasonda shu eshiklarimiz bor. Ko'rib turibsizlar, bu yerda hali sveti ishga tushmabdi. O'shaning uchun jicha qorong'uroq mana zamonlarimiz ham juda yaxshi zamonlardan bularni penalab, fonalab qo'ydik. Böyle mokri xudo xolasa mana juda ham chiroyli chiqadi. Ishlarimiz sifatli, tekis, maqtanganim yo'q. Haqiqatan juda ham chiroyli. Ko'rib turishinglar mumkin. Mana bu yerda 4 ta eshik, bitta rom. Bu tomonda ham 4 ta eshik, bitta romimiz bor. Bu yerda bitta eshik, bitta rom bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, bu orqa tarafi, endi hozir penalayapmiz buni. Ochilib yopilishlar, butunlay ochilib yopiladi. Xudo xolasa juda ham zo'r zamonlardan qo'yamiz. Buni Toshkentga olib kelib o'rnatdik. Buni kvadratini 750 ming so'mdan mana olib kelib o'rnatib berdik. Yo'l kiramizga 1 million qo'shib berdi akamiz. Toshkent viloyatiga olib kelib o'rnatib qo'ydik, xudo xolasa. Mana shunda bitta eshigimiz 1 million 800 mingdan tushdi. Olib kelib o'rnatish ham yo'q, ichida bo'lyapti uni. Aka faqat 1 million qo'shib berdi yo'lchilarga. Bu yana O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. 50 xizmatidamiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa ham bitta like, podpiska bosib, pardesha qilib olasizlar endi. Mana pardozlarimiz juda ham chiroyli, go'zal. Oynalar tepasiga oq qo'yib, bu yerga yod va gullik qo'yganmiz. Bular hozir chang bo'lib ketdi. Mana bu changlar bular. Arsa chiroyli bo'ladi. Changlik uchun qo'lim ham chang ekan. Mayli, bemalol murojaat qilasizlar, kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.